Bu darsimizda YouTube platformasidan ro'yxatga o'tishni va YouTube'ga video joylashni ko'rib chiqamiz. Dasturga kiramiz. YouTube deb yozamiz. Saytga o'tamiz. Saytga o'tganimizdan keyin void qilamiz. Bu tomonga biz ochgan elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Parollarni kiritasizlar o'zlaringizda. Parollarni kiritgandan keyin mana bu o'sha akkauntga kirdi. Endi Sajid kanal qilamiz. Kanal nomini yozasizlar. Username'ini yozasizlar va Sajid qilasizlar. Kanal nomi mana shunday tursin mayli. Endi bunga IT kurslar uz official qilamiz. Official qilamiz. Sajid kanal qilamiz. Maytga rasm joylashtirilgan bo'lardi. Endi ushbu tugmachaga bosamiz, Sajid qilamiz, добавить video qilamiz. Ozgina kutib turamiz, chunki bizning internetimiz ozgina slab ishlayapti. Dalay qilib qo'yamiz. Faylni tanlash qilamiz. Рабочий stolga o'tib, biz faylimizni tanlaymiz. Bunga nomini yozasizlar, video nomini. Ichaniga esa izohini. Pastga tushamiz. Bu avtomatik o'zi chiqadi. Biron bir playlist qilmoqchi bo'lsangiz Sajid qilib olasizlar. Bizga kerak emas hozir. Qaranglar. Agar bolalar uchun qilsalaring kommentariy yozib bo'lmaydi. Agar net qilsalaring kommentariy yozib bo'ladi. Dalay qilamiz. Bunga ham dalay. Endi buni tanlasalar hamma ko'rinmaydi. Bu esa faqat sizga orqali ko'rinadi. Buni tanlasalaring hamma uchun ochiq bo'ladi. Va oxirgisiga bosamiz. Bo'ldi. Mana unga bossak kaprat qiladi. Endi biz ko'ramiz videomiz joylandimi, joylanmadi. Mana. Videomiz YouTube ijtimoiy tarmog'iga joylandi.